Assalomu alaykum do'stlar, juma ayyominglar muborak bo'lsin. Xudo xolasa yana bozorga chiqib oldik. O'zimizni qo'limizda mana ikkita Matiz tayyorlab chiqqanmiz. Yili bir xil. Tanishtirishimdan oldin bitta yurakchani qizartirib qo'yamiz do'stlar. 2014-yil ikkosi ham bunisida bu yevro, bu oddiy prostoy. Balonlari yangi, xudo xolasa kraskasi bonda, orqa eshigida bitta polniy sepilgan eshigi bor, ikkita uchta petnosi bor. Bunda kiringlar kapotda bor. Xudo xolasa narxlarini ham kelishtirib beramiz. Salonlarini ko'rsatamiz xudo xolasa. Zo'r. Yurgani 332 ming yurgan, lekin xudo xolasa yurish turishi zo'r, hadovoy yaxshi, motor zo'r. Endi hammani yoshligidagi mashina Matiz bo'lgan, to'g'risi. Men o'zim ham yoshligimda Matizda orzu qilib minganman. Birinchi mingan mashinam Matiz bo'lgan, xudo xolasa. Zo'r mashina. Cho'ntay bob, qarz olmaysiz birodar, bank qilmaysiz, naqd pulingizga olib mingan yaxshi. Shunaqa zamondamiz hozir. Yurish turishlari zo'r. 4 ta baloni yangi. Salonlari akkuratniy. Bu propanda. Propanlari bor, metan yo'q, propan qo'yib qo'yganmiz. Qishda o'chitib turmaysizlar, samigilarni. Buni ham salonlari chiroyli, xudo xolasa. Yaxshi. Buni probegi 211 ming yurgan. Magnitofon, pixol hamma yo'g'i yangi qo'yilganmiz buni ham. Hadovoy motorlari zo'r, xudo xolasa. Yurish turishi behijolat. Narxlariga kelsak, xudo xolasa narxini juda jo'n qilib beraman. 3800 dan ozgina o'tib beradigan qilib narx qo'yganmiz, chunki o'zimiz ham tikkaroq olyapmiz. Hali kommentariyada yozishyapti, aka Matiz'ni qimmat sotyapsizlar. Biz o'zimiz qimmat olyapmiz. Dehqondan kerak bo'lsa kelinglar, bozorga kelib ko'ringlar. Narxni nech pul aytishyapti dehqon o'zi. Biz ham shunga qarab olyapmiz. Hali kommentariyada har xil yozuv, SMS'larni ko'rdim. Qimmat, Matiz qimmat sotasiz, u bu deb yozganlarga keling, bozorni ko'ring, narx-navoni ko'ring. Biz ham o'zimizdan o'zimiz narx qo'yib olmaymiz. Xudo xolasa kelinglar, gaplashamiz, variantga ham chiqadi. 1000 dollar pulingizga variant chiqarib beraman shu mashinalarni. Yana qo'shimcha bestlarimiz bor bu yerda. 2-3 ta bestimiz bor. Bularni obzor qilgani anaqa qilib qolyapti, to'g'rilamadik shuning uchun. Hozir aslan mana ikkita zo'rini olib chiqib qo'yganman. Hali yaqin do'stlar bo'ladi-yu, jigarlar. Shunaqalarga moslab qo'yganman. Aka-ukalarga ham rosa tushadi. Bir xil qilib qo'yganman. Maza qilib minasizlar. Kelinglar, ko'ringlar, kelishtirib beraman. Nomerimizni opsiyaning tagida qoldirib ketamiz. Sog' bo'linglar do'stlar.